Bismillah. Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Alhamdulillah Allohning izni bilan navbatdagi obyektimizni nihoyasiga yetib kelib qoldik. Navbatdagi obyektimiz Namangan tumani Mingbuloqda. Qilgan ishlarimiz sizlarga manzur bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol yoki shunga o'xshash bitta xizmat zakazlaringiz bo'lsa, opisiyaning telefon nomerimiz. Inshaalloh videoyimizni to'liq obzorini YouTube kanalimizga qo'yamiz, kirib ko'rishingiz mumkin. Pastga ikkita zinapoyamizni boshini dumaloq qilganmiz. Bu yonini esa ozgina avvalni qilganmiz zinapoyamiz. To'g'riga 3 dona, 4 dona chiqish bo'ladi. 4 dona aylanish, yana o'rtada 4 dona tekis zinapoyamiz bor bu yerda. Ko'rishingiz mumkin. Hojiba uy egalari. Mana ko'rib turganingizda bu yerda to'rtta aylana, bu yoqqa esa 5 ta zinapoyamiz bor, to'g'ri. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Ikkita dumaloq oldida, tepasida esa yo'lagi ko'rib turganingizda, bu yoqda esa polna aylana, vintovoy zinapoya. Bu yoqda ko'rib turganingizda bir dona stupenkani dumaloq qilganmiz. Bu yerga ozgina shunga shakl berib yuborganmiz. Bu yoqda esa bitta, ikkita, 3 ta stupenka, to'g'ri stupenkamiz bor. Bu yerda ham polni qolgani dumaloq bo'lib aylanib chiqib borgan vintovoy bo'lib.